Va bu Ronaldolar ham odammikin o'zi yo bir g'alati anaqami bu robot bu narsa o'ziga sayo inoplaniyanimi bu. Kecha urgan golni qaranglar. Otamdan 3 sinf pastda o'qigan shu bolamda sal toshib, o'mbalab boshib bunday oyog'ini mayga olib o'tib to'g'risi. Oldi 20 metrlik bog'lar to'g'risi 15 santimetrga zo'rg'a sakrashyapti. U ujuz aylanib tepada. 40 netchiga hammi kirdi-da. U bola o'zim bilmasam hozir shunaqa yoshda-da, u bunday hozir o'lib qolsa, ana bola o'lib qopti, yosh ketibdi deyiladigan yoshda emas-da, uje tushunyapsizmi? Ashunda ham uje qaranglar, hali ham zerikmayapti-da. Oddiy gol urib qo'ysa ham bo'lardi. Yo'q, hali ham futboldan zerikmagan-da. Bizni bolalarni qaranglar, Realni bolalarini. 22 ta bola zerikib qo'ygan kecha bu. Elchibeymi degan komanda bilan kecha necha o'ynab qo'yishdi? 2-2. 22 tasi hammasi zerikdi futboldan. Ronaldo zerikmadi, bular uje pensiyaga harakat.